Endi yakshanba kuni birat dam oladilar. To'g'lan nima qilishga nimasi yetmay qoladi. O'zlarining alohida ishlari bor. Qanaqa? Massaj oladilar. Keyin suzishga boradilar. Keyin kechqurun shepingga boradilar, birat. Joningdan. Iskan eshitolsam, nima deyotganini eshitolsam, qanaqa asabim buzilmaydi. Undan ko'ra uylanib bola chaqa orttirsam bo'lmaydimi? O'g'il qilyapsan-ku. Sen qayerdan ham tushunasan, bunaqa odamlarni. Hurmati baland xo'rozni. Men uchun bir teng. Buni gashti boshqacha. Tushunmagan odam gapiraveradi, e'tibor berma. Bugun mana jang bor, xolasangiz olib borib ko'rsataman. Faqat ko'rsatuvdan keyin klipga chaqirishgan. Birov kirib chiqamiz. Endi maynavatchilik qilyapti. Nimasi maynavatchilik? Bugungi planni aytib beryapti. Ana borsan ham billa ko'rasan. Kimning klipiga xo'roz kerak bo'lib qoldi? Boshchiga uradimi xo'rozni? Kerak bo'lsa kerak-da. Balki pul ham to'lashsa kerak bunga hali. $1000 berishadi. Maynavatchilik qilyapti bu. Yo'qolgan. Voy, buni to'qqa qo'shib zot olish uchun bir kechasiga $5000 berishadi. Paparoza. Xo'roz oldi unaqa gaplar bo'lmasin. To'qmanaga nima deyapsan?